Miokard infarkti kundan kunga yosharmoqda. 18 yosh, 25 yosh bemorlarda ham biz miokard infarktini kuzatyapmiz. Buning asosiy 5 ta omili mavjud. Yoshlarda noto'g'ri ovqatlanish, ya'ni uglevodlarga boy, yog'larga boy mahsulotlarni, energetik ichimliklarni ko'p iste'mol qilish koronar tomirlarining yopilishiga sabab bo'lmoqda. Ikkinchisi, jismoniy harakatning kamligi. Bu yurak mushaklarini zaiflashuviga sabab bo'lmoqda. Keyingi sabab doimiy stress va uyquning kamligi. Bu qon bosimining oshishi hamda miokard infarktini xavfini 3 barobargacha oshishiga sabab bo'lmoqda. Undan keyingi sabab bu chekish. Chekish tufayli nikotin ta'sirida koronar tomirlarning to'rayishi hamda yurak mushaklarida kislorod yetishmasligi olib keladi. Undan keyingi sabab yoshlarda erta diabetning paydo bo'lishi hamda semizlik, qondagi lipid miqdorini, lipidlar profilining o'zgarishi va uglevodlarni profillarini o'zgarishi erta aterosklerozga sabab bo'lmoqda va yoshlarda miokard infarktiga olib kelishi mumkin.